Hop, odatda biznes razborlar ma'lum bir ob'yomga savdoni olib chiqishga nima xalal beryapti, nimalarni olib tashlash kerak degan formatda bo'ladi. Men bu safar sal boshqacharoq qilaylik deyapman. Mana hozir suhbat jarayonida eshitilganda bilinadiki, mana doktorga borgan odam o'zi aslida boshqa muammosini gapirayotganda doktor eshitib turadi, to'xtang, o'ta sizda boshqa muammo ham bor deydi. Ya'ni xuddi shunaqa formatda olib borsak, har bir mavzuga chuqur-chuqur kirishamiz. Masalan, hozir algoritm nomi. Birinchi nom masalasidan boshlasak. O'zi nom topishda, tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak masalasi shundan kelib chiqadi. Undan keyin yana sohalarning ko'pligi bor sizda. Savoldan ham mana networking qilishda gaplashib, maza qildik, sizga yechimlar bo'ldi. Xuddi shuni singari sizdagi xatolarni ham ko'rib chiqaylik-da, чтобы boshqalarda mana shu xatolar kuzatilmasin. Xo'p, nima uchun algoritm nomini tanlagansiz? Buni patentlaganmisiz? Algoritm nomini bu UIT ta nomdan kelib olganmiz. Bevosita u paytda ITdan tashqari boshqa patentlaganmisiz? Yo'q, patentlamaganmiz. Patentlash mumkin emas bu nomni. Patent ruxsat bermay oldin ham harakat qilib ko'rishgan. Nima hali ham algoritm nomida turibsiz?